Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun To'rtoldagi ishimiz ancha yakun topyapti. Xudo xolasa. Yo'llarimiz. Kvadrat aytilyaptimi? Buni teshiklarni nimasi bormi? Teshiklarga bu. Granit. Granit bu. Eng go'zalidan qo'yib beryapti bu. Chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. Ustalar qo'l dard ko'rmasa, молодец. Xudo xolasa meni uyimda 3 kvadrat bor. Mana shu ish menga yo'qyapti. Shundan Kvadrat qanchadan? kelishilgan holat. Ular dard ketdi desa, burchakkachilarga bitta berib yuborsa, ertaga nima qilamiz? Qo'yana qilib 200 kvadrat qilmasin. Ikkita beraman uni. Bitta berib boshliqqa ber, boshliqqa. Bitta mana ikkita beraman. Mana. Boshliqqa ber. Xudo xolasa. 200 kvadrat emas, 100 kvadratdan bo'laversin. Bo'laveradi. To'yonasi bilan bo'ldi hamma. Bular ham kiro menimikiga, aynaqasiga biz ham boramiz. Qanaqasiga? Yig'la. Bu taklifnomaga hammasi yozilgan. Agar bular keladigan bo'lsa yig'lasin, men qilib beraman. Adamda qo'pmaygina. Bo'pti. Bizga xizmat yo'qmi? Bo'pti do'stim. Oybek usta, hali chuqurib darga qo'yyapti. Shuni oldin qo'yib olsa bo'lmasmidi? Ha? Bunda qiyin bo'ladi. Bunda qiyin bo'lardi. 5 minutda qo'yamiz. Chaqiradi-yu, chaqiraman dedi. Darga qo'yib. Berganmi?